Hayolimda hali ham Romada o'ynaydigan Elyor Shomurodov zo'r futbolchi. Mourinyo ko'p vaqt bermagani uchun ko'rsata olmadim, lekin men istaydigan jamoalar ko'p deb o'yladim. Men o'ylaganchalik chiqmadi-da. Zimmangizda qanaqa katta mas'uliyat borligini his qilasizmi? Bizdan hech kim jahon chempionatini yutish kutayotgani yo'q. Eng qiyin ko'chish Romani deb ayta olaman. Katta dars bo'ldi deb ayta olaman. Kapadzeni aynan yetakchilar xohlamadi degan gaplarni ko'p eshitdik. Biz xohlamadik emas. Biz umuman yangi murabbiy olib kelishiga qarshi edik. Onunla çalışmaktan hem mutluluk hem de gurur duyuyorum. Qiyinchiliklar bo'lgan albatta, lekin har doim o'ylaganman, bu qiyinchiliklar o'ylashimcha karyeramga katta risk bo'ladi deb o'ylayman. Men yaxshi futbolchiman, faqat murabbiy meni shans bermayapti degan xayol bilan o'tiraverdim-da. Futbol sizga nima berdi? Futbol ko'p narsa berdi va shunga yarasha juda ko'p narsani oldi ham.